Birinchi prezident nima uchun o'z qizini qamatgan edi? Islom Karimov bu hodisa uning nufuzi va obro'siga katta zarba berishini juda yaxshi bilgan. Aslida olganda Gulnora Karimovaning jinoiy ishlari oshkor bo'lgan vaqtda prezidentning iste'foga chiqishi taxmin qilingan ham bo'lishi mumkin, ammo barchasi butunlay o'zgarib ketdi. Hodisalar muqaddimasi 2005-yilning may oyida boshlandi. O'sha vaqtlarda amerikaliklar Andijondagi hodisalarga bosh-qosh bo'lgancha Karimov hokimiyatini ag'darishga qaror qilganlari ehtimoldan xoli emas. Qo'shni Qirg'izistondan yuzlab harbiylar keldi. Ishga G'arb nashrlari ham aralashdi. Qarshi va Bishkekda joylashgan AQShning harbiy bazalarida vaziyatni nazorat qilish uchun yaxshi imkoniyat bo'lgan. Ulardan foydalanib qolish esa AQShning bosh maqsadi edi. Ammo siyosat borasida qat'iyatli bo'lgan prezident Amerika rejalarini puchga chiqardi. Isyon kutilgandek sulh asosida emas, qurol va kuch yordamida bostirildi. Ammo Yevropa va AQSh tomonidan kuch ishlatilganligi haqida bong urildi. Sanksiyalar qo'llandi. Shu tariqa oxiri nima bilan tugashi ma'lum bo'lgan xalqaro tergovni boshlash talab qilindi. Avvalroq kichik bo'sh janoblar bilan strategik hamkorlik to'g'risidagi deklaratsiya imzolagan Islom Karimov Xonobodda joylashgan amerikaliklar aviabazasidan barcha harbiylarni quvib soldi. Aynan mana shu narsa Oq uyning yuragiga xanjar kabi qadalgan edi. Oq uy Islom Karimovni aynan mana shu ishi uchun jazolash, ta'bir joiz bo'lsa qasos olishga urina boshladi. Shu tariqa AQSh bosimi ostida Shveysariyaning banklari sirlarini oshkor qildi. Futbol mutasaddilariga tegishli bo'lgan barcha moliyaviy hujjatlar stol ustiga keltirib qo'yilganda FIFA rahbariyatining qanday ahvolga tushib qolganini eslay olasizmi? Iqtisodiy o'yinlarda hali pixini yormagan Gulnora Karimova masalasiga kelganda zarba uning otasiga ham borib tegishi aniq edi. Prezidentning to'ng'ich qizi bilan bog'liq bo'lgan mojaro tez orada xalqaro miqyosda shov-shuv bo'lib ketdi. Wimpelcom, MTS va Ucell kompaniyalari tomonidan Gulnora Karimovaga himoya uchun berilgan bir necha millionlik pora masalasi barchaning og'ziga tushdi. Bu narsalarning bari eng avvalo Islom Karimovning nufuziga zarar yetkazar edi. O'sha vaqtlarda O'zbekiston davlat darajasidagi korrupsiya masalasi uchun o'ta og'ir sanksiyalarga duch kelgan. Islom Karimov esa o'z obro'si masalasini nari surib bo'lsa ham barchasiga nisbatan qat'iy chora ko'rish kerak edi. Gulnora Karimova, uning o'ng qo'li bo'lmish Gayani Avakyan, sevimli do'sti Rustam Madumarovlarning bari ustidan sud jarayoni boshlandi. Ularning har biriga 10 yildan qamoq jazosi berildi. Gulnora Karimova esa shahar chetidagi qarorgohga uy qamog'i uchun yuborildi. Ushbu ishlarning barchasi juda tezlik bilan amalga oshirilgan bo'lsa ham, jamiyat barchasini juda yaxshi bilardi. Noqobil farzand ortidan otasining ko'p yillik mehnati va nufuziga putur yetgani ham rost. Ushbu hodisalarning bari O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning yuragiga katta zarba bo'lgani ham ehtimoldan xoli emas. Islom Abdug'aniyevich 2016-yilning avgustida yurak xurujiga uchradi. Balki Gulnora Karimova barchasini o'z vaqtida to'g'irlash uchun harakat qilganida bugun ozodlikka chiqqan ham bo'larmidi? Biroq u qaysarlik bilan o'z aybini tan olmay turaverdi. Buni isbotlash uchun xorijlik advokatlar kuchiga tayandi. Barchasini o'zi ishlab topganini qayta va qayta takrorladi. Bugungi kunga kelib unga qo'yilgan ayblovlar soni ortib bormoqda. Kim biladi deydi.